Xayrli kun. Aykar Tashkan bormi? Opam bo'ladi, lekin hozir o'zim uyda Yaxshi, emas. jo'natma bordi. Unda sizga topshirib keta qolay. Faqat shu yerga imzo qo'ysa bo'ldi. Hoy qiz, bu nima qilganingiz? O'zimni o'ldiryapman. Singlim bu nimasi? Shunaqa ham qilar ekanmi? Tushiring iltimos, tushiring. Ha, arzongina lekin kuchli dorilar bor. Shundan ich bola, keyin borib yotog'ingga shunday eslanib yotasan, o, qanday yaxshi. Opajon, nima deyapsiz, ha? Bu mumkin emas, u mumkin emas. Unda bu Joniga nima qilsin? shu albatta derazadan o'zini tashlashi shartmi? Borsin-da bilaklarini kessin qo'ysin. Eng yaxshisi oshxonaga kir. Deraza va eshiklarni yopgin-da gazni yoqib qo'y, nima bo'lganini ham bilmay qolasan. Osongina Voy, ketasan. juda ham yaxshi. Gazni yoqsin. Hamma yig'ilibdi-ku. Nega menga xabar qilmadingiz? Arqon kerak emas. U tomirini kesadi. Mana bunday qilib shartni kesadi qo'yadi. Yo'q, arqon kerak. Tomirini kesadi dedim. Bas qilinglar. Yetar. Voy qo'shnilar, bu qizni o'zini o'ldirmoqchi. Hali yoshgina qiz hayotiga nuqta qo'ymoqchi. Bu yigit to'g'ri aytyapti. Sen qizimiz o'lib ketadi-ku. Birga tushgan bitta ham rasmimiz yo'q.